Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 30-martdan 4-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, bugun kunduzi O'zbekistonning shimoliy-g'arbiy hududlarida va kunning ikkinchi yarmida markaziy va janubiy viloyatlar bo'yicha ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 20-25 daraja iliq bo'ladi. 31-mart va 1-aprel kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida, shuningdek respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Kunduzgi havo harorati 27-30 daraja iliq atrofida bo'ladi. 2-aprelda shimoliy-g'arbiy hududlarda cho'l zonasida va janubiy viloyatlarda, 3-aprelda respublikaning ko'pchilik viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir bo'ladi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat 24-27 darajagacha, janubda 20-22 darajagacha pasayadi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Janubda va cho'l hududlarda 14 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Tog'olli va tog'li hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga keladi. Toshkentda bugun yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechga tomon biroz yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat 22-24 daraja iliq bo'ladi. 31-mart va 1-2 aprel kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 27-29 daraja iliq bo'ladi. 3-aprelda biroz yomg'ir yog'adi. Kunduzgi harorat 24-27 daraja iliq bo'ladi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.